Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlarga Arsenal, Manchester City, Manchester United, Real Madrid va Barcelona vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan ajoyib suhbatni tayyorlab qo'ydik. Ushbu suhbatni ko'rib, mazza qilib dam olishingiz mumkin. Bugungi suhbatimizni shaxsan o'zim ochiq deb e'lon qilaman. Chempionlik qandoq ham yaxshi narsa. Qani tabriklarni birma-bir eshitib chiqing salladan. Tabrikni men boshlayman. 8000 kunlik hasrating bitgani bilan tabriklayman ukam. Oho, bu 8000 kun qanaqa o'tganini tasavvur ham qila olmayapman. Bu sani chempion bo'lishingni kuturib boru. Yosh muxlislaring qolmadi hisob. Hammasi qarib ketdi. Sochiga oq tushib. Ha, nimasini aytasan hamshahar? Ko'rmaganni ko'rgani qursin deb shuni aytadilar-da. Ha, aytgancha joyi kelganda aytib olay. Hamshahar o'zlari qachon chempion bo'lgandilar oxirgi marta, esinglardami? Iye, o'xshamadi-yu bu yog'i. Mana biz kutgan kunlar ham kelib qoldi. Nihoyat kal Pep sizlarni tark etmoqda. Bu nima degani bilasanmi? Bilmasang bilib ol. Chempionlik sizlarni tark etyapti degani. O'zlarida o'xshamadi-ku, ukagina Saqs janoblari ketgandan beri chempion bo'ldinglarmi o'zi? Unaqa xususiyat sizlarda bo'ladi faqat. Aytgancha, janob Arsenal bizda bu mavsum naqd 2 ta kubok bor va butun O'zbekistonda 100 minglagan muxlislarimiz bor. Shuni bilasizlarmi? Biza bu yoqqa nima taklif qilindi o'zi? Xuddi g'irt bekorchilikka o'xshab kelib olganman, qara. Alam quvvatda bekorchi vaqtim ketdi. Uning ustiga men bu Katalonga nima bor bu yerda? Chempionlik bilan tabriklayman ukam seni. Meni ham tabriklab qo'ylaring, chempionlik bilan chempion bo'ldim men. Real janoblari, mavsum davomida burningni yerga ishqalaganim kamlik qildimi deymana. Shu yerda ham ishqalab qo'yaymi? Dimog'ing ko'tarilib ketyapti deb borgan sari. Madrid janoblari, siz bu yerga nimaga taklif qilinganingizni bilmaydigan darajada g'alchamisiz deyman-da. Barsa janoblari, siz qizishmang. Hech narsa yutmagan jamoaga qizishib ketish tabiiy holat. Ha, aytgancha, sizni ham chempionlik bilan tabriklayman. Chempionlar ligasida ham qasosingizni olib berdim-mi? Boya City vakili to'ppa-to'g'ri aytdi-da. Ko'rmaganni ko'rgani qursin deb. 22 yillik chempionlikdan keyin tillaringiz burro bo'lib qoptimi? Arsenal janoblari. Va hamma gapirsa ham bori shu gapni, siz gapirmang. Chempionlar ligasida har doim sizlarni maydondagi chimga ishqalaganmiz. Xoh o'z maydonimiz bo'lsin, xoh Santiago Bernabeu bo'lsin. Chempionlar ligasi mavzusi ochilganda men ham gapirib olay. Keyingi mavsum biz ham kelyapmiz Chempionlar ligasiga. Hamma bilan o'sha yerda hisob-kitobni boshlaymiz. Mana nihoyat bizga ham dunyo darajasidagi murabbiy keldi. Jigar, bu dunyo darajasidagi murabbiy ham ana oti nima edi? Ha, mayli. O'sha soch to'zib ketgan bolani sochiga davoni topa olmadi. Endi sizlar kuchli jamoa bo'la olmaysizlar endi. Dunyo darajasidagi murabbiylar ham sizlarni kuchli jamoa qila olmaydi.